Lüksimizin tamamını anlayış hürmetlik vatandaşım Rusya. Otur Asya'da harbiy kuchni aşırdı. Raketa yötkeş taktikasini arkadan meşk qildi. Rusya Devlet Müdafaa Ministri Igor Shov 3 ayda Beijing'de Şanghay Hamkorlik Teşkilat Devlet Müdafaa Ministrlerining yig'inida qatnashganda bundaq ko'rsatgan. Afg'onistonda zo'rayotgan kuchlarga O'rta Osiyoga tahdid solishga taqobil turish uchun Rossiya, Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy baza kuchini tadrijiy kuchaytirdi. Bu bazalarda Rossiyaning harbiy kuchini o'stirdi. Yangi shaklli harbiy qurollar bilan to'liqlaydi degan. Yaqinqi bir necha yildan beri Rossiya, Tojikiston va Qirg'iziston harbiy bazalarida zo'r ko'lamda harbiy manevr elib bordi. Harbiy manevr o'tkazganda Rossiya yadro o'q beshi saplangan Iskandar belgilik raketalarni harbiy bazalar orqali yetkazib keldi. Ta'sirini kengaytirish, Jungoga taqobil turish, O'rta Osiyoda zo'ravonlar qarshi turish bahona. Kichik mavzu. Ta'sirini kengaytib, Jungoga taqobil turish. Rossiya ta'sirini kengaytib, Jungoga taqobil turish. O'rta Osiyoda zo'ravonlar qarshi turish bu bir bahona. Qirg'iziston bilan Afg'oniston o'rtasida o'rtaq chegara yo'q. Ba'zi O'rta Osiyo olimlari bunday hisobladi. Rossiya Afg'onistondan keladigan tahdidni atay ko'ptirib o'tdi. Buni bahona qilib Rossiya O'rta Osiyoda harbiy ishlar va bexatarlik sohalarida ta'sir kuchini oshirib o'tdi. Islom kuchlari va ularning faoliyatlari va tahdidi hargiz Rossiyalik ko'rsatgandek undoq zo'r emas. Uning ustiga Talibanmı Rossiyaga tahdid sololmaydi. Rossiya Taliban bilan hamkorlashdi, hatto Talibanlarga maxfiy qurol berib o'tdi deb ayblandi. Hozirgacha Rossiya O'rta Osiyoda harbiy ishlar va bexatarlik sohalari ta'sirini kengaytirayotgan bir paytda Jungo ham O'rta Osiyoda faoliyatlarini jiddiylashtirdi. O'rta Osiyo Jungo bir yo'l bir belbog' siyosatini ijro qilgan muhim rayon. O'rta Osiyo olimlari bunday hisobladi. Jungo O'rta Osiyoda kelgusi ko'p mablag' solib, ko'p faoliyat qilmoqchi bo'layotdi. Shunga Rossiyani bexatarlik sohalarini ko'p o'ylanishga majbur qildi. Jungo O'rta Osiyoga mablag' solmoqchi bo'layotdi. Şuna köp jihatdan Rossiyani atrofli o'ylanishga majbur qildi. Rossiya yetakchiligida Jungo strategik qo'rishovga olamdi. Rossiya yetakchiligida Jungo strategik qo'rishovga olamdi. Xinjiang bilan Qirg'iziston chegaralari tutishadigan joyda, ya'ni Uyg'uriston bilan Qirg'iziston chegaralari tutishadigan joyda harbiy baza qurgandan boshqa Rossiya, ya'ni Jungo bilan tutishadigan chegara rayonlarga raketa o'rinlashtirdi. Bu xabar avval e'lon qilinganida, masalan, Sharq shimolda Shibelada Vostokdan tortib tashqi Mongoliya atroflarida chegaralarga Rossiyaning raketa qurollarini o'rinlashtirayotganligi to'g'risida. Bu xabar uchib ketmaganlar bo'lsa, men xudo xolis vatandoshlarga yana bir qatam tayyorlab kelishim mumkin. O'xshashli Rossiya bilan Mongoliya har yili birlashma harbiy manevr o'tkazib o'tdi. Hamda Jungoning janubdagi qo'shnisi Vyetnamni qurollantirdi Rossiya. Jungoning atrofidagi rayonlarda Rossiya faol harakat qilib o'tdi. Rossiyaga yaqinlashish, Jungo tahdididan ansirash, Xinjiangga chambarchas bog'langan kichik mavzu. Shu maqol xabardagi kichik mavzu. Rossiyaga yaqinlashish, Jungo tahdididan ansirash, Xinjiangga chambarchas bog'langan. Qirg'iziston O'rta Osiyoda Rossiyaga yaqin turadigan davlat deb qaraladi. Boshqa O'rta Osiyo davlatlariga solishtirganda Qirg'izistonda Jungoga qarshi intayin zo'r kuch bor. Diqqat vatandoshim. Boshqa O'rta Osiyo davlatlariga solishtirganda Qirg'izistonda Jungoga qarshi
intayin zor kuch bor. Jungoning kengaymichiligi, Jungoning tahdidi Qirg'izistonda matbuotlarda oshkora muhokama qilindi. O'xshashda Qirg'izistonda yana nayt zo'r miqdorda Uyg'urlar o'ltiraqlashgan. Mush abzasini yana bir o'qib beray, hurmatli vatandoshim. Boshqa O'rta Osiyo davlatlari solishtirganda Qirg'izistonda Jungoga qarshi intayin zo'r kuch bor. Jungoning kengaymichiligi, Jungoning tahdidi Qirg'izistonda matbuotlarda oshkora muhokama qilindi. O'xshashda Qirg'izistonda yana nayt zo'r miqdorda Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayonlar bor. Rossiya strategiya olimi Kortukov mundaq ko'rsatdi. 90-yillarda Qirg'izistonda Jungo savdogarlariga qarshi avtobusga hujum qilish voqeasi yuz bergan. Jungoning Bishkekda turishlik elchixonasi 2016-yili hujumga uchragan. O'rta Osiyo rayonining bexatarlik vaziyati borgan sari har qaysi taraflarning diqqatini o'ziga jalb qilmoqda. Bexatarlik jihatda Qirg'izistonga yordam qilish yo'lini tutmoqda. Shu diqqatni jalb qilgan davlatlar hozir bexatarlik jihatdan Qirg'izistonga yordam qilish yo'lini tutmoqda. Kotakop mundaq dedi. Qirg'iziston cho'ng davlat, ammo sen boy davlatmi emas. Zo'ravonlar qarshi turish kuchi cheklik. Jungo bilan bo'lgan munosabati sovuqlashib ketdi. Qirg'izistonning Jungo bilan bo'lgan munosabati sovuqlashib ketdi. Diqqat vatandoshim. Qirg'izistonning Jungo bilan bo'lgan munosabati sovuqlashib ketdi. Amerika parastlarning sadolari Qirg'izistonda kuchayishga boshladi. Masalan, Amerika parast, G'arb parastlarning sadosi Qirg'izistonda kuchayishga boshladi. Qirg'iziston prezidenti Rayimbekov kelar oyda Shanxay hamkorlik yig'iniga qatnashadi. Beijing, Qingdaoga kelib, yaqinda Bishkekda Qirg'iziston tashqi siyosat to'g'risida yumaloq ustal yig'ini o'tkazilganda Qirg'iziston olimlari mundaq hisobladi. Jungodan qo'rqish. Jungoning Qirg'izistonga solgan mablag'i, pul qarz berish, sheriklashish qatorliq bu omillar Qirg'iziston bilan Jungoning munosabatini navbatda 20 yildan beriki eng tuvan chakka tushirib qo'ydi. O'xshashda olimlar, Qirg'iziston olimlari mundaq hisobladi. O'rta Osiyoning parvozi hisoblangan halqiliq ikki davlat Qozog'iston, O'zbekiston Amerika bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirdi. Bu ishlar Qirg'izistonning Amerika bilan zich munosabatda bo'lishini rag'batlantirdi. Masalan, O'zbekiston, Qozog'iston qatorliq O'rta Osiyo davlatlari Amerika bilan bo'lgan munosabatni chingitdi, zichlashtirdi. Bu ahvol Qirg'izistonga rag'batlantirish shaklida ta'sir ko'rsatdi.